Barchaga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Akalar, bizda aksiyalarimiz davom etmoqda. Juda ko'pchilik kutgan vaziyat, katyollarimiz aksiyaga tushgan xabaringlar bor. Qaysi modeldagi katyollar aksiyaga tushgan desanglar, Zota kompaniyamiz ruchnoy katyollari, elektrический katyollar. TMF kompaniyamizning banni pech, pechkalari, katyollari hammasi aksiyaga tushgan. Oddiy misol, masalan, hozir qaysi katyollar qanaqa narxda tushganligini tushuntirib o'taman. Zota kompaniyamizning ruchnoy katyollaridan Zota Lava 17 kilovatligi $1350 $1215 ga tushgan. TMF kompaniyamizning Celsius katyoli $1350 $1080 ga tushgan. TMF pechkalari ham aksiyaga kirgan, aytganimdek $300 dan $240 ga 20% aksiyaga tushgan. Bu pechka normal batareya, ikkita xonaga bemalol ikkita batareya ulab foydalansa bo'ladigan juda ham qulay pechkalardan. Tevasi ovqat qilib suv qaynatsa bo'ladi. Ko'ryapsiz, tagida kuldollar, hamma narsasi bor. Katta o'tin ko'mirlar bemalol sig'ib ketadi. Ya'ni parvo atapleniya qilishlik uchun imkoniyat bo'lmaganlar ikki xonaga bemalol o'rnida foydalansanglar bo'ladigan rosa ham qulay pechka. Elektrический katyollardan Zota Balance 9 kilovatligi $300 dan 25% aksiyada $225 ga tushgan akalar. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Andijondan kelishda Lola Jahon bozoriga yetib bormasdan o'ng qo'lda joylashgan bizning termobochka do'konimiz.